qanday gapni qildi ekansiz? Dadamni loyiqlamikan? Dadam doktorxonada yetib qolgandi. Men yo'qlab boramag'ach, bugun uy yo'qlab borgandim. Do'konda ammam uchib aka. Dadam bilan o yil bir-biri shunday yaqinchilik qilishib ketdi. Men ko'rib hayron qoldim. Bo'lmasa sizning aldirashligingizni bilib turib doktorxonaga kelamdim. Siz rost o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Ishonmamsiz? Men rost o'z ko'zim bilan ko'rdim. Qarmoq o yil dadamdan xeyli yoshlik qildi. Dadamdan xeyli kichikka, yosh ayolga chiroyli. Voy aka. Hay. Yeşim bir yak bağandı. Bana nima bo'pti ekanmidi? Voy qo'shnilarning hammasi-chu Oyshamning o'mda ayolligini biladi. Qayergan bir-birlarga hamroh bo'lmamsizlar. Voy bolalaringni deb to'y qilib chiqasiz, o'zing yolg'iz qolamsan-da. Men qirg'anda qirtatiq deb hamda haqning kulgisiga qolaman aka. Voy aka, qayerganda qayta o'ylandigan yolg'iz sallimitdan. Men sana chaqchaq qilmadim. Bu gapni dema bo'ldi. Aka. Voy samush bolalaringni boqman deb pek chapatatding. Voy bu qağa ömrüngdə bolsunmu rahatrak o'tmamsa? Ukam, bu bir putum go'ga sangilganda o'lmayman deb o'tiramdim. Ballarni ishini qilib qo'yaman. Sen bilmasqab o'tiraver. Men o'zim bog'u Ayshaning uyiga elchilikka kirib boqay. Bo'ldi. Bu gapni dema. Bo'lmasa men chiqib ketaman, Juma. Bo'ldi, men chiqib ketdim. Ay, aka. Hey, aka. Voy, shundan qilsam nimda qilganda? Aka. Bo'ldi, men ishimga ketdim. Shuncha yoshgacha ish qilmagan. Direktor, keldingizmi? Ishxonada mehmon bor. Sekiz yıl bunu sizin tashlab ketgan odamiyam men bo'lmasam. Nima ish qilmang bunday ma'mul qilsiz? Nima? Mening undan zodi narim kam. Ha? O'qish tariximmi yo kostyum kiysam uningda kelishgan ko'raman ekanman. Direktor. Nima ish mening taklifimni rad qilasiz? Direktor gapingizni faqat tushunamadim. Siz kimsizni boshqalar bilan surishtiribdi? 8 yil burun sizni tashlab ketgan o ablah sizning yigitingiz shundaqmi? Direktor. Boshqalarning o'tmishini xohlagancha baholamang. Undaq odam kishini bezor qildi. Uning er kishi emas, odam bo'lishga salohiyati to'shmaydi. Direktor, bu sizning bo'ldi. Hemish tugdi. Endi yaqinmisingiz bo'ldi. Yaxshimisiz, Alim aka? Yaxshimisiz. Voy, advokat ukam kelibdi-ku. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Ahvolingiz yaxshimi aka? O'bzab turdingizmi? Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, uydagilar yaxshi. So'qmoq kelibsiz-da? So'qmoq qilib keldim. Mana hozir. Uydagilar bak omroq chiqib qoldi bu so'qmoqlaringizga. Shundaqmi? Ajoyib yaxshi bo'pti. Bugun yangi chiqargandim. O'tgan kerak bermang bu, ha? Mayli. Xizmatlar qanday aka? Xizmatlar bo'ladi aka. Bak arz ishlarmi chiq emas. Yomon emas, ketib bordi-ku. Odamlar yaxshi o'tib ketyapti. Shu. Mana. 30 qo'yliq keldi.
Mana aka. Pul olib qo'ydim. Ya, olmasangiz bo'lmaydi. Ha, ma'qul. Ma'qul aka. Sodingiz barakatli bo'lsin. Rahmat, ukam, rahmat. Shu o'z kelam. Ma'qul aka, ma'qul. Nima? Odamning loyiqi bormi-ki? Bernar o'z ko'zidan ko'ribdi. Kimga? Do'kon qo'shnilar ekan-ku, quruq yuvish do'koni ochildi deydi. Oyshamada? Ay, u ayolga dadamni xilli yosh-ku. Shundigina. Endi dadam to'y qilaman deb qopsa, voy qanday qilay? Voy, yo'q. Meningcha u ayol dadamning kayni kirib olgan gap. Bo'lmas dadam. Qandoq mumkin bo'lsin, acha? Menimcha u ayoldan dadamdan pul ko'zishgan bo'lishi mumkin. Voy aka, tuzuk gap qilay. Dadamizdan nereden pul bo'lsin? Do'kon bilan uy-chu. Nima? Ay, bo'ldi, bu gaplarni deyishmayli. Ay, dadamning loyiqi. Acha, bo'l qila. Dadamning nereden loyiqi bo'lsin? Dadamning nazarida opamni bojimi? Boshqa birlar to'y qilaman desa, men Bo'lmas qayerdan nimasi yaxshi? Shu pul. Ha, yo'q, men dadamni qayerda demoqchi emas, men qayrganda dadamni kim? Voyjon. Gapimdan bo'ldi. Gap qilmay jim o'tirmang. Bo'ldilar. Bevas dadamdan so'raylik bo'ldi. Shu kunga qaytmay ishlab ketdim. Bundan so'ng berib kiyim almashtirib kelay. Men shirkatga berib, ruxsat so'ray. men oshxonadan ruxsat so'ray. Bir kamdan keyin uyni oldida ko'rishimiz. Endi qanday qilsak bo'lar? Xislat acham, qiynacham. Qiynacham dadamdan o'zidan so'rab boqayli deydi. So'rag'an rasket qilamda. Bu uydagi och inlachi bas sodiq. Aras, Jasur qayerda? Jasur? Voy, apa. Keling. Ana yaxshi bola. O'tirma. Siz o'tiringlar. Bardan ansam, sen ansirab etibsiz. Ayaqay. Shu odam ahvol qarab bir taraf qilayli deydi. Yo'q, bu mo'ym emas. Men shu qudamdan ansirab shunaq davatdim. Hiliq ayol pilalab bo'lib maqsadga yaqinlashgan bo'lsa, aldirab ayrilmaydi. Bundaq usul bilan pulni aldab ketganlar bak ko'p. Hozircha aldirab bir odamga ishongan joy emas bu. Shu apa. Bo'lmasa, mush fursatdan foydalanib, dadangizning shu qo'ldagi ko'chma mulkni sizlar och inlar namonaga yo'tkib olinglar. Nima? Sizlar namonaga yo'tkib olgandan keyin ondan xotirjam bo'g'ilib bo'ldi. Dadangizga uy ijara berib, har oyda turmush xarajati bersanglar bo'ldi emasmi? Yo'q, apa. Bunda qilsak yaxshi bo'lmaydi. Yaxshi qilaman deb, dadangizning shu ozgina mulkini aldamchiga berib qo'yishning oldini olish kerak. Siz degan o'g'ilning cho'ngi. Qarindoshlarыңызның mulkini qo'g'dash majburiyatingiz bor emasmi? Men buncha qarang. Xudomni oldim qolmasin deb ansirab bu gaplarni sizga da'vat qilaman. Ishchiga yoqtirmamsiz? Yo'q, yoqtirma. Mening o'sh narsam yo'q, Aysha. Voy, nima bo'ldingiz? Nima bu? Limon suvi. Asta. Asal selishni unutib ketibman-da. Bak ochiq-chichiq bo'lib ketibdimi? Yo'q. Hech qisi yo'q. Boshqalardan anglasam, mushu limon suyini ilman suv aralashtirib davomli ichib bersa, salomatlikka bak yaxshi deydi. Shuni Shu. Bu yaxshi bo'pti. Balkim men davomli ichib to'ymagachga. Aysha. Qiyinchilik bor bolalarga yordam qilyapti deydi rasmi? Sizmi anglab qapsiz, Shu bir necha qiyinchiligi va bolalarga somka, daftar qalam, ancha-muncha kiyim-kechak bir narsalarni olib berib edim. Tilga og'irchiligi yo'q. Ishlar bu. Tilga og'irchiligi yo'q bo'lamdi. Yaxshilik degan cho'ng kichigi bo'lmaydi emasmi? Qarang, siz bir ayol kishi turib g'ayrat qilibsiz. Men shunchalik ishni uqmabdiman, qarang. Rasmanda qilaylar. Bu yaxshiligingizga meni sherik qilib oling.
az bo'lsin azroq ko'nglimni ifodalay, ha? Voy, bek yaxshi bo'ldi. Men mahaldagilarga mo tashviq qilay. Bir necha adam qo'shilib qolsa, chiqroq bolalarning qiyinchiligi hal bo'lib qolsa ajab emas, ha? Voy, rahmat, qo'shnim, rahmat. Bu gapingizni bolalar anglaydigan bo'lsa, toza xo'shib ketadigan bo'ldi-da. Ya. Bolalar buni deb tushunmang. Ya bir cho'ng sho'msa. Buni qanday qilgan bo'lsangiz, shunaqa qiling, ha? Ma'qul. İçeri. Ketdi opa. Pek yeb ketdim Juma opa. Oycan. Bozor cho'kilmoqchi. Asam to'xtamaydigan bo'lib ketibdi. Sen to'z yeb ketding, ha? Oycan. Oy, lekin shu akamga olgan ko'ylak, akam kichikka qolmasa, shuni eslab, nima ko'ra bolam? Ya küçük demaydi. Raqtajab yaxshigina buni. Voy, shu jinim balam. Akamga bir heytdi yumshaq, yeng qilib kelsa, ko'ngli xushib qolamdiki deyman. Tamam, pek yaxshi Juma opasini. Ey bolam, ham nim tamoq etib yesak bo'la. Uning siz sang saldigan ish va. Hey opa, çöp itib yeyli. Çöp. Ras. Çöp itib yemegili xeyli uzoq bo'lgan. Qopamisa qo'l etib. Hey opa. Opa işte bu işte opa. Bu işte. Bana. Tohum. Voy, nim bo'pti? Voy, qara. Shu Oyshem akamning do'koniga kirib, shu paranglashib o'tiribdi-ku. Bu Oyshemedan tag'am najab yo'qlaydigan bo'lib qoldi. Aha, ikkisining o'tirsida issiq uy topqanmagandi. Undaq bo'lsa nim bo'pti, ha? Opa, Oyshemedan tag'amdan kichikmi ya? Voy, kichik olsun, cho'ng olsun. Ay, ularning taqdiri sening bilan nima ishi bor? Ay, menga kir tamoq yedi. Bula, mana. Voy. Ayirjumpning qutisi o'zgardi. Yengisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayirjump. Qalğaç markalık sopun paraşuki vətibə erkin çıxırırsın. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşuki. Mən Dilkan Xalqara Soda Çəkiliş şirkəti tajdorligini olgan At Arzusu filmidagi Polat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidir? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Ha, keldingmi? Ada. Yediq gapdagi men faqat tushundim. Yengem xato tushunib qolmagandi-a? Balkim shu xato tushunib qoldik-mi, qolmadikmi, aniqlik qilmadik-ku. Lekin rost shunday qolsa-chi. Ish qilib men qo'shilmayman majmuacha. Do'stlarning oldi set turibdi. Xislat, Qaysar. Ha, bu yerda turibsizlar-ku? Dadamchi? Do'konda-ku. Oyshemadam bilan paranglashib qolgan. Nima? Raskanda. Ay. Acha. Hey, Xislat, Qaysar. Bir ish bo'ldimi? Nima bo'lgandi bularga? Başqa narsaga po'atammisanmi? O'zim ishlagan so'qmoq haqiqatan yaxshi. Rahmat. Mau iliq narsa. Ben kirib ketdim, rahmat. Balları bu yerda turibsizlar-ku. Gap qilmamsizlar? Dada, uy kira. Sen bilan deyishgan gap bor.
Ley? Nima? Dadam yana shu ayoldan turibdimi? Bildim. Saqlab tur. Men borman. Balalarım, jim o'tirib ketdinglar. Gap qilmamsizlar? Dada. Çoğup qalğanda unda qilib jursanglar. Bu mahaldagilarning oldida sat emasmi? Men nima ish qilib yuribdim, qizim? Shu dada sen to'y qilmoqchimi? Nima? Hey, Qaysar, sen nima demoqchi? Dada, bugun nimani o'ylagan bo'lsang, davagina bo'ldi. Biz anglaylik. Vay balam, men uni sizga demasam bilasiz-ku. Qo'shni do'kondagi ayol yetqi lozim bo'ladi deb so'qmoqqa kiribdi-ki, pul epshursam sat emasmi? Badim. Qo'shna deb qo'y. Birga choy ichib, so'qmoq so'q qilib, tex u ayolga pul beryapsa, yaqindan beri aloqangni xeyli qo'yilib qoldi, dada. Men o ayolga pul bermadim. Voy dada. Hey, bu Ayşem bir necha yetim bolalarning kiyim-kechigini, daftar qalamini, so'mkalarini apiribdi-ki, o yaxshi bo'pti deb qo'llab bir necha 100 qo'y pul berib qo'ydim shu. Undaq deyting bo'lsa o'zing aytmasam bo'ladi, dada. Men ya o bolalarni to'nimasam, ya aloqam bo'lmasa, uni ustiga bozorga chiqib o'tiradigan mening vaqtim bormi, Qaysarjon? Sizlar o ayoldan qizg'inib o'tibsizlar-da. Voy dada. Voy dada, bu degandek muhim ish. Astoydil bo'g'na. Voy rost. Rostmi muhim ish? Dadanglar o'lansiz bo'lmanda? Ha? Voy, u ayol cho'pak obdan ayol. Voy, qancha baldur uyga kelin qilib akirvasak yaxshi bo'ladi. Voy, sizlar dadanglarni baldurroq o'lansiz ekan deydigansizlar? Shundaq bo'lgan bo'lsa, pek yaxshi bo'ldi, apa. Bo'ldi. Bu bizning o'yinning ishi. Farizat amma sizlar aralashmanglar bo'ldi, o'zimiz deyishaylik. Voy, nimishga aralashmoqdakmiz? Akam sizlarga dada bo'lgan bilan, menga-chu ham aka ham dada. Akam sizlarni boqchi bo'sh chapatatdimi? Men qiyirgan vaqtida sizlar cho'ng bo'lib, yana o'zi yolg'iz qoldi. Oxirgi umrida boshqa birsini tepib, billa o'tay desa, buning nari yomon bo'pti. Mush ishqim sizlar aralashib olamsizlar? Shu emasmi? Bu ishni-chu avval tabriklashinglar kerak, sizlar. Navada hammam agtigima degan bo'lsmishlar diyalantin Farizat. Nima? Ha? Mening opa? Ha. Opa, sening loyiqing bormi? İşte ne? Qolayliqan gapni qildi ekansa. Ay, Xisat, sen gap so'zingga diqqat qil. Voyjon, ish qilib, dadamning endi opamning boshqa ayol bo'lishini men qat'iy xohlamayman. Uning ustiga bu ayol yosh. Nima maqsadi bor, nima sababdan yaqinlashdi? Men bu ishdan sal gumonlanib qoldim. Voy. Ayşemchi obdan ayol. Uning ustiga do'koni va iqtisod ahvoli yaxshi. Buni sizlar ko'rib turibsizlar. Nimalarni o'ylab ketdinglar-ki sizlar tam? Ishqilib, men dadamning u ayol bilan to'y qilishiga qat'iy qarshi. Men qat'iy qarshi. Bildim bolarim. Bildim. Sizlarning nima o'ylayotganlarini, nimadan ansirayotganlarini men cho'nqur bildim. Ansirmanglar. Qat'iy unda ish bo'lmaydi. Rasma? Dada, rasma. Bolam, nimalarni o'ylab ketdinglar? Bir xotirjam bo'linglar. Parvar. Men chiqyapman. Acha, biz mushtal bo'lib qoldik. Ha? Hozirgi zamonning bolaları nim digirlik endi? Ha? Voy, sizlar faqat o'zinglarni o'ylamsizlar? Nima degan shaxsiyatchisizlar? Hey!
Dadamdan o'ylab bakmamsizlar? Mush uyda yolg'iz yashsa bulamda. Qerib, o'lib ketkicha, mush uyda miskin bo'lib. Amma. Inda gap qilsa. Dadam cho'qim yosh kirdi. Lekin sizlar dadamni o'ylaymiz degan bilan opam ko'z olib keldik-a. Voy, bo'ldi-qila. Dada, sen uyda yolg'iz, qiynalib qolding. Sana bir hamroh kerak. Sen o'lab qo'yaylik deyishni bilmagan haqasın. Tek onu tosçunu görey. Ertegen sizlerimi toy kılıp öy uçağılıp bop kessanlar. Dadağlarmış öyle yalnız okuştek yaşamda. Nime degen şahsiyetçi ballar sizler. Nime degen şahsiyetçi. İsim. Bu dünyada fakat sizler alıp ama. Hakan çöp kessim o. Ma heytken atkanken dadağının könlü ayassanmamdı. Dadağının könlünü aramdı koyuşmağanlar. Oy babasızlar. Oy kılıksızlar. Of. Endi qanday qilamiz? Nimani qanday qilamiz? Bayatin dadam dedi-ku, unda ish yo'q deb. Ahvolga qarab boqamiz, qanday qilib. Hay, lekin-chu men Oysha madamningda turqi qarsam, oq ko'ngligi, muloyimligi chiqib turdi-ku. Odatga ayol emas-chumi? Bo'ldi qilamsa, sen bo'lsangmi? Cesurga telefon qilmadingmi? Qilmay qolamdim. Nima ish kelmaydimsa? Uning hozir ayrim uyi bor. Bu uydan imkori uning. Gap so'zingga diqqat qil. U nima degan bilan sizning akang. Of. Do'konda taqidoq. Dada bu men. Voy, Jasur bolam. Keldingmi? Tomoq yemagansan, darhol uyga tomoq yapti. Hozir chiqma. Tomoq yeb bo'ldim. Mana hozir. Dada sana deydigan bir gap bordi. Paranglasa qopdi-ku. Ma'qul. Kel. Heyetning tayyorlik kutib qolganda? Nima tayyorlik ketdi deysa, hamma bir sangiz soladi. Men mo'min bilan chiqib bir qo'y olsak bo'ladi shu. Yaxshi o'tdi. Nimaga bo'lyapti bular? Anlasam loyiq deb bo'lsa. Yo'qolan gapni sen nima anglagansan? Ochangmi shundoq deb yurdi, qaysarmi shundoq deb yurdi. Bu yo'q gapni davr prostaga chiqarib atmanglar bilaman. Dadasining nima o'ylab atganini bek bilib boqqanda. Men nima o'ylaydim? Bu Oysha bir obdan ayol. Bu qo'shni qo'lim bo'lgandan ancha-muncha boshtamoq sunishib qo'ydik shu. Navoda Oysha madam haqiqatan sen degandek yaxshi ayol bo'lib qolsa, to'yimni qilma qo'shilma. Uning ustiga sen bizni boqaman deb bir umr javob aytading dada. Ya biz sening olimdan xabar ololmay, sen zal g'ayribsin qolding. Endi men cho'ng o'g'il bo'lish sifatim bilan nasl qo'llayman. Jasur. Endi bir gap desam boshqacha o'ylab qolma. Sening nomingdagi bu uy bilan do'konni biz uchaylar nomiga yetkazib ketaylik. Hayotning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi.